3 sinfga o'xshaganing bilan 5-sinfdan salovati bor senda. Adamiyat tili sani yaxshiroq maktabga qo'yamiz dedilar, keyin aljabrga qo'ydilar. Mendan kattada 4-5-sinf, keyin o'rtalarim unaqa katta sonlarni qo'shish bilmaydi. Ular chassi maktabda o'qishmaydi. Nima mas'uliyatni his qilding? Bu tekin maktab emas, to'g'rimi? Kim bo'lmoqchisan katta bo'lganingda? Biznesmen bo'lmoqchiman. Nima biznes? Ana o'sha sohada ko'priklar qurish, qo'shimcha yo'llar qurish. Hozir yaxshilandi, kompyuter. Robototexnikachi. Robototexnika yaxshi. Xudo xolasa ota-onamni hajga borish niyatim, eng katta niyatim shu. Mashallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni ismim Karimov Sulaymon, 3-sinfda o'qiyman. 3-sinfda o'qiysan. Aljabrga qachon kelgansan? Oldingi. 1 yil o'qigansan. Aljabr. 3-sinfga o'xshaganing bilan 5-sinfdan salovati bor senda. 5-sinflardagi og'irlik, vazminlik, o'zini bosib olganlik, masalan, maktabga kelganingda qanaqa holga tushgansan? Qiyin bo'lganmi, oson bo'lganmi? Tartibga tushish qiyin bo'lganmi? Oldingi maktabingdagi qiyinchiliklar qanaqa bo'lgan? Ana shular haqida qisqacha gapirib bersang, o'zingning tilingda. Oldingi maktabimda sal yaxshiroq o'qitish olmaganda, meni anaqa chasni maktabda o'qimaganman oldingi yil. Adamiyat tili sani yaxshiroq maktabga qo'yamiz dedilar, keyin aljabrga qo'ydilar. Men matematikani yaxshi ko'raman, keyin matematikada yaxshi o'sishni boshladim. O'rtalarim mendan kattada 4-5-sinf, keyin o'rtalarim unaqa katta sonlarni qo'shish bilmaydi. Ular chassi maktabda o'qishmaydi. Keyin shularning yonida katta o'sishlarni ko'rdim-da. O'rtalarim yonida. Farqi bormi? Oldingi maktabing bilan bu maktabda. Bu yerda ta'lim kattaroq, u yerda yaxshi o'qishmasdi, bu yerda yaxshi o'qitishadi, keyin xulq. Endi faqat yaxshilashing kerak maktabni degan fitratdan yiroqmi? Nimaga? Sen o'zingni hayotingda nima o'zgarishni sezding? Aljabr maktabiga kelib, nima o'zgarishni sezding? Nima mas'uliyatni his qilding? Bu tekin maktab emas, to'g'rimi? Pul to'laymiz, oyiga katta summa pul to'lanadi. Va uni oqlash uchun qanaqa harakat qilding? Adamiyat tili desa yaxshi o'qishing kerak. Biz seni arzon maktabda o'qitmayapmiz deyishdi-da. Keyin men o'zimni o'zgartirishga harakat qildim. O'zgartirdingmi? Qiyin bo'ldimi boshida? Nima qiyinchiliklarga uchrading? Xulqimni o'zgartira olmadim, keyin endi yaxshi bo'lib ketdi xulqlarim. Nimada xulqingni tushish qiyin bo'ldimi? Boshda misollar ko'p, darslar ko'p, yozish qiyin. Oldingi maktabda pocherkim yaxshi emas edi. Pocherkni yaxshilashim kerak deb o'zimga aytdim, keyin uyda shug'ullanishni boshladim. Shu yaxshilandimi? Mukofotlar oldingmi? Oldingi yil hech narsa olmadim sizdan. Bir yil? Oldim. Nechta? Bitta. Nimadan? Men kopilka. Kopilka olding. Kopilkani olganingda nimani his qilding? Birinchi o'zingni mehnatingni rag'batida bu. Ota-onang qilib bergan emas yoki kimdir senga hadya qilgan emas, balki mehnat qilib olgan mukofoting. O'yladim-da, endi o'qish qoldirmaymiz, endi bitta olim deb yana o'samiz dedim-da. To'xtab qolmaymiz dedim. Uydachi nechta farzandsizlar? Ikkita. Ikkita. 3ta bo'lamiz inshaalloh. Inshaalloh, mashalloh. Xo'p, sen eng kattasimisan? Sendan keyin singlim bor. Singlim bor. Nechinchi sinf? Bog'chada. Xo'p, sen kattasi ekansan-da. Har doim mas'uliyat katta farzandda nima bo'ladi? Ko'proq bo'ladi. Hamma sendan kutib turadi, yaxshi bahoga o'qishingni, xulqing, tartibing, intizoming zo'r bo'lishini. Uydagilarim ham xursand bo'lishdi, sog' qolganimda bo'mgilar ham. Nima deyishdi? Seni quchoqli direktordan sog'ib olibsan deyishdi. Nima deb aytding sog'an? Endi to'xtab qolganingizdan olamiz inshaalloh dedim. Nimaga ishlatishingni aytib berdingmi? Nimaga ishlatar ekansan? Oyim bilan adamga aytmadim, bo'mgilik aytdim. Nima deb aytib berding? Hayotga narsa, oyimgalik narsa olib beraman dedim. Oilamga silagan narsa olib beraman. Oyimni. Oyinglarnimi? Nimaga? Chunki oyim tug'ib o'stirganlar bizani. Adil pul to'layaptilar shu yerga. Adamga ikkinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda? Yaxshi. Nimaga u oyinglar bilan mana oyimni ko'proq deysan tug'ib o'stirgan? Buni o'zing qalbing his qilyaptimi hozir? Roziliklarini olishim uchun yana nimalar qilishim kerak deb o'ylaysan? Bu hozir o'qishimni yana yaxshilayman. Oyim aytdilar, yana yaxshila, har doim senga duo qilaman dedilar. Sendan kattaroq natijani kutaman o'g'lim dedilar. Nima deding sen keyin? Xo'p, oyijon, niyatingizni oqlayman dedim. Uyda gap qaytaryapsan? Oyingga, adangga? Uy ishlariga qarashsan? Oyim yana zavtr qilib bo'lgandan keyin narsalarni olib borib qo'y o'g'lim deydilar-da. Shularga yordam beraman. Divarlarni ustunlarni qilib qo'yaman. Mashalloh. Endi maktab zo'r ekan. O'zi har doim Aljabr maktabi zo'r degan fitratda eshitaman bolalarimdan. O'zim suhbat olayotganim bo'lgani uchunmi bu yoki o'zi qalbdan chiqayotgan gapmi? Qalbdan chiqayotgan gap. Qalbdan chiqayotgan gap. Nima yoqmaydi maktabda?
hamma narsa yoqadi. Nega bilan urishaman, kelishim bilan hammangdan urishaman, tartibga solaman, do'ppini kiy, galstukingni kiy, nimaga dars vaqtida koridorga chiqding, bilasan-a? Kelishim bilan hamma sezadi meni kirib kelgan. Bizani anaqa yaxshi bo'lishimizni o'ylaysizda har doim. Mashallah. 3-sinf bolasi meni shu qilayotgan ishimni kelajagiga kaforat bo'lishini aytib beryapti. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Kim bo'lmoqchisan katta bo'lganingda? Biznesmen bo'lmoqchiman. Nima biznesni rivojlantirmoqchisan? Mashinalar anaqa qiladigan tuning bor-ku, shunaqa qilmoqchiman. Nima qiladi u tun? Tonirovka qilib beradi, shunaqa ochmoqchiman katta bo'lsa. Yaxshi, bu ham yaxshi soha. Lekin men xohlardim. Shu maktablar ham ochish niyatim bor-da. Maktablar ham ochish niyating yaxshi, lekin men xohlardimki, katta bo'lganingda mana mashina sohasiga qiziqar ekansan, transport bo'lsin, mashina sohasini rivojlantirar ekansan. Ana o'sha sohada ko'priklar qurish, qo'shimcha yo'llar qurish. Shunaqa bir chiroyli yo'l bo'lsinki, hamma shundan foydalanadi. Mayli u pulli yo'l bo'lsin masalan, deb odamlar foydalanib, jamiyatga manfaatimiz tegishi kerak bo'lish. Aslida teshib tuning ham yaxshi, lekin sen hozir bitta maktabda 6 ta sertifikatga ega bo'lasan bitirganingda. Harakat qilsang albatta. Chunki men topshirib bera olmayman imtihoningni. Kim topshiradi? O'zing topshirasan va o'zing erishasan natijaga. Katta bo'lsam ITga topshirish niyatim bor. IT sohasi bo'yicha. Nimaga IT ga qiziqasan? Kompyuterni oldin yaxshi kompyuterdan robototexnika kiradi sizlarga. Chiqasizlar robototexnika xonasiga. Oldin kompyuterlarni bilish qobiliyati bilan hozirgi bilish qobiliyatingda farq bormi? Oldin yaxshi bilmasdim desa, hozir yaxshilandi kompyuter. Robototexnikachi. Robototexnika yaxshi. Yasash. Masalan, IT sohasi juda ko'pda, anaqasi. Liftlar yasash kerak, dizayn. Qiynalmayapsanmi liflar dizaynlar qilishda? Yo'q, hozir anaqa biz lift yasamaymiz-ku, hali 5-sinfdan boshlanadi. Ha, lift deyotganing fizikada. 5-sinfdan boshlanadi to'ppa-to'g'ri. Lekin uni keyinchalik nima qila olasizlar, yasab o'rganolamiz. Instagramda ko'rdingmi? Lift yasagan bola Instagramda ko'rdinglarmi? Yaxshilikka vasila bo'lasizlar. Maktabni bitirish maqsad bo'lishi kerak. Bitirayotganimda, masalan, hozir mana 1 yillik maqsad har bitta bolada, mana o'quv yili boshlanganda va o'quv yili tugayotganda oldiga qo'ygan maqsadlari bo'lishi kerak. Sen 3-sinfsan. 3-sinf bo'lib turib, oldinga qo'ygan maqsad. Xudo xolasa ota-onamni xatiga borish niyatim, eng katta niyatim shu. Inshaalloh. Bu kelajakdagi maqsading. Mana shu o'quv yilida oldinga qo'ygan maqsading? Shu 6 ta sertifikatga egasi bo'lish. U ham kelajak. Mana hozir 10 oylik o'qish bor. 10 oylik o'qishing bor. 1 yilga o'quv yili. Tugagandan keyin qaysi natijalarga erishmoqchisan? Qanday natijalarga erishmoqchisan? Hozir bu yil yana yaxshilanaman-ku, keyin yana 4-sinfda undan ham yaxshilanish niyatlarim ko'p. 11-sinfgacha hamma anaqalarni beradigan ta'limlarni hammasini o'zimga olish. Mukammal egallab, kelajagingni yaratmoqchisan. Uyda oying yoki adang kim ko'p urishadi? Kam urishadi. Kam urishadi? Urishmaydi. Gap eshitmaysan unaqa. Nimaga gap eshitmaysan? Ana Adam aytadi, har doim urush janjal ko'rgan bola yaxshi o'qiy olmaydi deyiladi. Mashallah. Sen bitta xato ish qilib qo'ysang qanaqa tushuntirishadi? O'g'il bolada xatolar bo'lib turadi, keyin adam tushuntiradi, anaqa yaxshi o'qishing kerak o'g'lim. Unaqa tushuntiradi, adam oddiy tushuntirib qo'yadi. Sen uni tushunasan? Keyin u xatoni qilmaysan? Endi qaraydi, 3-sinfda yaxshi, 4-sinfda yaxshi, keyin 5-6-sinflarda ozgina bilim olganimizdan keyin sal kibrli shakllanib qoladi ozgina. Bilimli odam kibrlanishni boshlaydi, ya'ni haqqi tan olmaslikni boshlaydi. O'shunaqa vaqtlarda yoki oldingi sinov kelib qolganda, nima deysan o'zingga o'zing? Masalan, yomon ish qilish kerak, mana turibdi, mana shu yomon ish qilish kerak bo'lishi kerak. Yomon ish turibdi, yaxshi ish turibdi. Yomon ishni qilish oson, yaxshi ish qilishing uchun juda katta mehnat qilishing kerak. Yaxshi ish tanlardim, chunki yolg'on gapirish gunoh bo'ladi-ku shunga. Yaxshi ish tanlarding, bu narsaga kelajagingda 11-sinf bitirguncha shu narsani ushlab qolish ishonasanmi o'zing? Masalan, o'rtoqlaring bir xilda aytishi mumkin. Anaqa qilma, yur to'polon qilamiz, antga boramiz, kompyuter o'ynaymiz, mana buni qilamiz deb. Ularga ishonmasdim-da, yaxshi bolalar bilan yurardim. Kimga ishonmasding? Unaqa bolalarga keyin o'zimga yaxshiroq o'rtoq. Ular ishontirib qo'ysa-chi, shayton bor-da. Masalan, sen ularni o'zimga aytardim-da, ular yomon bo'lsa, boshqalarni tanlashing kerak, bu seni yo'ling emas derdim. Aytarmiding shunaqa o'rtog'ingga? Aytolmaysanmi shunaqa? Osoni ularga ergashib ketish. To'g'rimi? Qiyini ularni u yo'ldan chiqarib olish. Ularni ham to'g'ri yo'lga boshlaydim.
To'g'ri yo'lga boshlaymi? Mashalloh, qo'lingdan keladimi? Men senga ishonaman. Har doim Alloh nazarida bo'lgin. Biliming faqat yaxshilikka, kelajakka eng yetuk mutaxassis bo'lishingga xizmat qilsin. Rahmat. Mashalloh.